innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar jahannamning eng tubida bo'ladi degan oyatlar, qo'rqinchli va'idlar bo'lgandan keyin nima qildi? Islomni yaxshi bo'lib ketgan, musulmonlar safiga o'tib ketganlari ham bularning ichida ko'p. Boshqaruvchilardan chiqqan qarorlarga itoat qilishlik kerak, agarchi o'zini fikri bunga to'g'ri bo'lmasa ham. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi nima qilishlik? Birlikni saqlab qolishlik. Agarchi qaror olingan narsadan ko'ra qaror olinmagani fazilatli bo'lsa ham, birlikni saqlashlik undan ko'ra nima muhimroq bo'ladi. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga qarshi u yolg'iz bo'lgan, sirli bo'lgan holatda u insonlarni qo'zg'ardi. insonlarning qalbini ularga yomonlashtirishni boshladi. Musulmonlarni g'iybat qilgan, musulmonlarni nima deydi, kamchiligini aytgan, musulmonlarni xullas nima bo'lsa o'sha o'zini atrofidagi odamlarni musulmonlarga qayradi. Demak, bizni g'alaba qilishlikda bizni gapimiz omadimi? Demak, biz mag'lub bo'lishlikda nima qilamiz? O'zimizni hissamizni qo'shamiz deyapti. Musulmonlarni qo'rqitishlik, musulmonlarni jangdan orqaga tortishlik, musulmonlar ichida qo'rquv qilishlik, musulmonlarni nima panikaga solishlik bilan shug'ullanishlik. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Munofiqlar muaskari, ularni yuziga chiqishligi, xatari va tiyilishligi. Bu hammasi shu haqda ketadi. Sekin-sekin orqaga qaytishligi, ya'ni qisqarib ketishligi. Makkada nifoq. Makkada nifoq bo'lmagan. Ya'ni Makkani davrini hammamiz bilamizki, Makka davrida hammasi imtihonlardan iborat edi, qiyinchiliklardan iborat edi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan har bitta odam o'zidan o'zi nima qiynoqlarga, azoblarga, har xil imtihonlarga uchrardi. Shuning uchun Makka davrida nima nifoq hech qachon yuziga chiqmagan, Makka davrida nifoq vujudga kelmagan. Endi nifoq so'zi bir marta aytilgan bo'lsa deydi, ba'zi kishilarning gapiga ko'ra endi bu munofiqlar xuddi Makkada iymon keltirishlikka iymon keltirishlikka xohlab turib keyin orqaga qaytgan kishilar. Ammo Makkada bir ko'rinadigan darajada munofiqlik bo'lmagan. Munofiqlik qachon vujudga keldi? Qachon payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi Madinaga kelgan paytlarida Madinani holatlarini bitimda aytib o'tdiki, Madinada bir necha toifalar bor edi. Birinchisi yahudlar edi, to'g'rimi? Keyingisi musulmonlar edi. Avs va Xazrajdan bo'lgan musulmonlar va muhojirlar, musulmon muhojirlar edi. Endi bulardan tashqari ba'zi shirk ahli bor ediki, bularni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qabila sifatida emas, bir to'plam nima qilib qo'ygandi. To'plam sifatida e'tiborga olgandi. Ularni bir jamoat yoki bir qabila deb turib e'tibor qilmagandi. Endi mana shunday shaklda davom etib yurdi. Lekin munofiqlar, ya'ni munofiqlikka vujudga kelishlikka ehtiyoj yo'q edi. Chunki hali musulmonlarda quvvat ko'rinmagan. Ya'ni munofiqlik qachon vujudga keladi, qachon yuziga chiqishlikka boshlaydi, qachon islom olamida nima kuch vujudga kelgandan keyin. Ya'ni kuchdan qo'rqish boshlangandan keyin islomini zohir qilib, go'yoki tashqarida musulmon bo'lib, ichida kufrini yashiradigan munofiqlar o'sha paytda vujudga keladi. Ya'ni undan oldingi paytni qaraydigan bo'lsak, u paytda nima, ya'ni kufr olami hech qanaqa behayolarcha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan muomala qilgan holatlarini ko'rdik. Misol uchun Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni ko'rsak, o'tirgan majlisga kelib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshaklaridan tushib da'vat qilgan paytda nima og'zilarini bekitganligi, ya'ni badbo'yiga keltirding deganday payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ochiqcha surbetlarcha muomala qilganligini ko'rib o'tgandik. Xuddi shunday bir paytda o'zida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qiladigan bo'lsa, bu ko'p yaxshi gaplarni gapirding, lekin sen o'zingni uyingda o'tirib, o'zingni uyingga kelgan odamlarga, oldinga kelgan odamlarga bu da'vatlarni qilsang yaxshi bo'lardi. O'shalarni da'vat qilgin, lekin biz o'tirgan joylarga kelib, biz yoqtirmagan narsa bilan bizga yuzlanma degan narsalarni qilganini ko'rdik. O'sha paytda ansonlar unga qarshi chiqqanini ko'rdik va Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni ochiq mavqifini ko'rdik. Nimaga? Aytganimizdek, hali islomning quvvati ko'rinmagan edi. Islom hali o'rtacha bir holatda edi, musulmonlar juda bir kuchayib ketmagan holat edi. Endi Badrda musulmonlar g'olib bo'ldi. G'olib bo'lgandan keyin bu butun olamga tarqaldi. Endi davrig'i doston bo'lgan bir nimaga dolzarb mavzuga aylandi bu narsa. Endi mana shunday bo'lib turgandan keyin nima qildi? Odamlar ko'rdiki, demak islom quvvatga kirishga boshladi. Endi islom quvvatga kirishni boshlagan paytda
endi o'zini nimasini ushlab qolishlik uchun bilasizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlikdan oldin uni podshoh qilmoqchi bo'lib turuvdi. To'g'rimi? Podshoh bo'lmoqchi bo'ldi. Keyinchalikda ham uni bir miqdorda kaptaligi saqlanib turgandi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni endi bu kuch yuziga kelishlikka boshlagandan keyin bu kuch qaysi nimani sindirib qo'ydi, qaysi qarshisidagi kuchchi kufr olamini, butparastlari sindirdi. Endi buni ko'rgandan keyin Abdulloh ibn Ubay ibn Salul nima qilishlikka majbur bo'ldi? O'zini islomini zohir qilishlikka majbur bo'ldi. Endi bu bilan bir paytda o'zini atrofidagi odamlarni ushlab qolishlik kerak edi va bir paytda musulmonlardan o'zini himoya qilishlik kerak edi. To'g'rimi? Shuning uchun u deydi, nima qildi? O'zini saqlab qolishlik uchun, ham odamlar o'rtasidagi o'zini obro'sini saqlab qolishlik uchun, ham bir paytda o'zida musulmonlardan o'zini himoya qilishlik uchun islomini e'lon qilish kerak edi. Ya'ni munofiqlikka o'tdi. Nimani? Yog'ochchi o'rtasidan ushashni boshladi. Bu yoqqa ham, ya'ni sixi ham, kabobni ham kuydirmaydigan bir nima holatda vujudga keltirishlik uchun harakat qildi. Endi Bani Qaynuqo g'azvasi. Bani Qaynuqo g'azvasida bularni tutgan o'rnini ko'radigan bo'lsak, Bani Qaynuqo birinchi bo'lib turib musulmonlar bilan kelishuvga amal qilmagan qavm kim bo'ldi? Bani Qaynuqo bo'ldi. Ya'ni Bani Qaynuqoga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bitim tuzgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bitimlariga amal qilishlik kerak edi. Bu narsaga rioya qilishlik kerak edi. Lekin ularda bu narsa bo'lmadi. Bani Qaynuqo bilasizlar, bozor Bani Qaynuqo deydi. Bani Qaynuqo g'azvasini kelib chiqishligiga qaraydigan bo'lsak, bir ayolni kirishligi va tilla purushchi oldiga kelib tillasini olayotgan, tilla o'tirgan paytda undan yuzini ochishlikka talab qiladi. U ochmagandan keyin uni nima qiladi? Etagini boylab qo'yib, u turgan paytda yechilib ketib, avratni ko'rinishlikka boshlanadi. Avrat ko'rinib qoladi. Endi avrat ko'rinib qolgandan keyin u dod faryod solgan paytda musulmonlardan bittasi kelib turib, u yahudni o'ldiradi. Yahudlar keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan bo'lgan shu musulmon kishini o'ldiradi. Shu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Undan keyin Bani Qaynuqoga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yurish qildi. Shu paytda o'rtaga Abdulloh ibn Ubay ibn Salul kiradi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bilan oldinda nima edi? Bular ittifoqdosh edi. Ittifoqdosh bo'lganligi uchun o'rtaga kiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ularni qo'yib yuborishlikka talab qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuz o'girgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nimalaridan, sovutlarini kalla tiqadigan joyidan, ya'ni yoqalaridan ushaydida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'yib yubor desa ham, hattoki shunchalik surbetlarcha muomala qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'yib yubor deydi. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning betlarida achchig'i chiqqan holatlar yuziga keladi, lekin u qo'yib yubormaydi. Meni deydi, nima ittifoqdoshlarimga yaxshilik qilmaguningcha deydi, men seni qo'yib yubormayman deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, bu deydi, meni deydi nima asvadu ahmardan, ya'ni arabu ajamdan meni himoya qilgan bu meni nimalarim, ittifoqdoshlarim bo'ladi. Bularni 400 ta nimasi bor, 400 ta shunday nimasi, 300 ta sovut kiygani bor. Bularni sen bir kechada shundaylikcha bir pasni o'zida yo'q qilib qo'yaverasanmi deb turib nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qattiq muomala qildi. Endi Ubodat ibn Somit roziyallohu anhu ham xuddi shunday bular bilan oldinda ittifoqdoshligi bo'lgan, lekin bu holatni ko'rgandan keyin u aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Men dedi kofirlar bilan ittifoqdan dedi Alloh taologa bezorlik e'lon qilaman. Men baroatimni e'lon qilaman. Meni bular bilan hech qanaqa narsam yo'q" deb turib, nima u qo'lini tortib oldi. Lekin Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga juda bir xunuk muomalani qildi. Bir muomalani qildi. Endi shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul aytayaptiki, "Men qo'rqaman, ertaga bizga kun aylanib bizga kelib qolishligi mumkin. Ya'ni o'zimizga musibat yetib qolishligi mumkin, kuchga bular to'lib qolishi mumkin" deganday qilib turib, nima qildi? Gapirdi. Endi shu paytda Alloh taolo o'zini Moida surasidagi oyatini nozil qildiki, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Ey iymon keltirganlar, Yahud va nasoralarni do'st qilib tutmanglar. Ularni ba'zilariga do'stdir. Kim ularni do'st tutadigan bo'lsa, ulardandir. Albatta Alloh taolo zolim bo'lgan qavmlarni hidoyat qilmaydi. Qalblarida maraz bo'lgan kishilarni ko'rasizki, ularga shoshilib ketadi. Ular aytadiki, bizga bir o'zimizga falokat yetib qolishligidan qo'rqamiz deb aytishadi. Shoyat Alloh taolo bir fathni keltirsa yoki o'zini huzuridan bir ish keltirsa, so'ng ular qalblarida yashargan narsaga nadomat qilib qo'ysa, Allohga
iymon keltirgan kishilar bo'ladigan bo'lsa deydi, nima qiladi? O'sha ulardan bezorligini e'lon qilishlikka aytib, Ubodat ibn Somit roziyallohu anhu haqida ham oyat nima bo'ldi? Nozil bo'ldi. Endi mana bu musulmon olamida, ya'ni musulmonlarni tushunchasida, musulmonlarning odob axloqida bu juda bir noqulay, bir tushunarsiz bir holat edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ashablari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni og'zidan chiqadigan bir gapni kutib turardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni og'zidan chiqqan tupik yerga tushishga ulgurmasdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tahoratlari tahorat qilgandan keyin suvlari yerga tushmasdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni og'zidan bitta buyruqni kutib turardiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni og'zidan chiqib chiqmasdan turib, bular sahobalar sirazi shu narsani birdaniga shu narsani tatbiq qilishardi. Bu narsani amalda qo'llashardi. Endi mana shunday bir bo'lib turgan holatda Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qilgan ishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan tutgan bu bo'lgan muomalasi juda oxirgi darajada xunuk bir muomala edi. Endi bu narsa qaraydigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yoqalaridan ushlab olishlik, hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'yvor desa ham qo'yvormaslik, bu islom tushunchasida juda musulmonlarning ko'zida juda bir xunuk holat edi. Endi bu bitta odam o'zini boshlig'i bilan shunday qiladigan bo'lsa, qanchalik xunuk bo'ladi. Endi Rasul Robbil alamin, Alloh taoloni rasuli bilan bu muomalani qilishlik, u undanda bir xunukroq, undanda bir nima deydi, surbetlarcha muomala edi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulqlari go'zal bo'lganligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay ibn Salul endi o'zini islomini yangi e'lon qilgan, hali islom qalbiga kirmagan odam bo'lsa-da, shoyat buni islomi yaxshi bo'lib ketarmikin, endi bu sababli orqadagi odamlar bir islomga kirib ketarmikin deb turib, qalbida bo'lgan ba'zi shak shubhalar ketarmikin shu bilan deb turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxiri aytdiki, "Ko'lak", ya'ni ular humlak, ya'ni ular dedi senga deb turib, ularni hammasini berib yubordi. Endi bu bilan agarchi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qilayotgan ishi juda xunuk bo'lsa-da, lekin orqadagi odamlari hisobi bor edi. Orqadagi odamlar hali buni qilayotgan ishini bunchalik darajadaligini tushunib yetmasdi. Shuning uchun orqadagi odamlar shoyatki bu bilan o'nglanib ketsa, shoyatki bu qilayotgan ish bilan nima ichki holatimiz yaxshi bo'lib ketarmikin degan ma'noda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni nima qildi? Bo'lib ham o'sha paytda uni rioya qildi. Bo'lib ham o'sha paytda bilasizlarki, Quraysh tarafdan ham nima bunga tahdidlar bo'lgandi. Mana shu narsalar shoyat tashqaridagilar qilayotgan xiyla nayranglardan ham mana shunday ishlar bilan qutulib qolsak degan maqsadda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani qildi. Endi bu yerda biz qaraydigan bo'lsak, Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni nima qavmini ichida obro'si bor. To'g'rimi? Obro'si bor. Bo'lib ham narigilar tarafdan narigilari ittifoqdoshi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaraydigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'zini qavmini ichidagi obro'si bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bosim berishligini qarasangiz, o'zini gapini o'tkazishlikka harakat qilsangiz, agarchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oliy janoblarcha qaytargan bo'lsa-da, bunga chiroyli muomala qilgan bo'lsa-da, lekin o'zi aslida Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qilgan ishi to'g'ri emas edi. Xuddi shunaqa ba'zida islomiy jamoatlarda o'zini insonlar o'rtasidagi ba'zi obro'si yoki iqtisodiy bo'lsin, yoki ijtimoiy hayotdagi o'zini obro'si, yoki bir siyosiy maydondagi o'rni, yoki qaysidir o'zini imkoniyatidan foydalanib turib, agar nimaga boshliqlarga, katta nimaga, umumiy boshliqlarga nima qilayotgan bo'lsa, bosim berayotgan bo'lsa, o'zini gapini o'tkazishlik, mana bu o'zini imkoniyatidan, o'zini o'sha boshliqlik yoki obro'sidan foydalanayotgan bo'lsa, demak uni qilayotgan ishi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni nimasidan, fe'lidan hech qanaqa farqi yo'q. To'g'rimi? Hech qanaqa farqi yo'q. Endi balki Ubodat ibn Somit roziyallohu anhu ga o'xshagan ish tutadigan odamlar birdaniga u yahudlar bilan o'rtasida ittifoq bor edi, mana bu narsalardan kechib bordi. Demak, biz Ubodat ibn Somit roziyallohu anhu ni pozitsiyasini tutishligimiz kerak, lekin hech qachon nimanikini Abdulloh ibn Ubay ibn Salul pozitsiyasini tutmasligimiz kerak. Chunki biz qiladigan ishimiz agar bosim beradigan bo'lsak, nima Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qilgan ishidan hech qanday farqi bo'lmaydi. Endi qanchalik odam bo'lmasin, nima umumiy yuqori nima boshqaruvchilardan chiqqan qarorlarga itoat qilishlik kerak, agarchi o'zini fikri bunga to'g'ri bo'lmasa ham. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi
nima qilishlik? Birlikni saqlab qolishlik. Agarchi qaror olingan narsadan ko'ra qaror olinmagani fazilatli bo'lsa ham, birlikni saqlashlik undan ko'ra nima muhimroq bo'ladi. Va xuddi shunaqa endi bilasizlarki, nimani boshliqlari qaror olishi qo'l ostidagilari qanchalik mana shunga amal qilishligiga qarab bo'ladi. Qanchalik qo'l ostidagilar yaxshi amal qiladigan bo'lsa, tepadagilar nima qo'rqmasdan xotirjam to'g'ri qarorni olishligi mumkin. Lekin endi qo'l ostidagilar yaxshi amal qilmaydigan bo'lsa, siz bitta qaror chiqadigan bo'lsangiz, 10 ta e'tiroz qiladigan holat bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta siz bunda to'g'ri nima qila olmaysiz, qaror chiqara olmaysiz. Qaror chiqarishlikda siz nima deydi? Qaror chiqarishga, bir qaror olishlikka ham ojiz qolasizki, chunki siz bilasizki, agar siz qaror chiqaradigan bo'lsangiz, sizning qo'lingiz ostidagilar bunga hali amal qilishlikdan oldin e'tirozlari ko'p. Buni qabul qilishlik o'rniga ular sizga e'tiroz qilishlik bilan yuzlanadi. Demak, nima biz doim nima qilishligimiz kerak? Mana bu narsalarda bu narsa nima fikrimizda bo'lishlik kerakki, yuqori tomondan qaror chiqarildimi, bu narsani ikkilanishsiz biz nima qilishligimiz kerak? Agarchi bizning havoyi nafsimizga to'g'ri kelmasa, agarchi bizni fikrimizga biz olishimiz mumkin bo'lgan, agar o'zimiz bo'lganimizda olishimiz mumkin bo'lgan qarorga agarchi zid bo'lsa-da, lekin bu narsaga ummatning birligi uchun, jamoatning birligi uchun mana bu narsani biz amal qilishligimiz kerak, bunga harakat qilishligimiz kerak. Endi gohida ba'zida aytib o'tganimizdek ko'pincha ishlarni qilayotgan paytimizda, mana ham hozir kunlarimizda ham ba'zi jamoatlarni ko'ryapmizki, nima deydi, islomni dushmanlari bilan ba'zi ittifoqlarni qilishligingiz mumkin. Birinchi darajali, undan ko'ra islomga zarari ko'proq bo'lgan dushmanga qarshi qaysidir islomni dushmanlari bilan kelishib qolishlik mumkin. O'sha bilan kelishib turib, ba'zi amaliyotlarni qiladigan paytda nima qilinadi? Qo'l ostidagilar tomonidan dunyoni nima qilinadi? Ustun qilinadi. Mana bu narsalarga sal e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Endi ikkinchisi Uhud g'azvasida bularni tutgan mavqifi. Munofiqlarni Uhud g'azvasida tutgan, xosatan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Uhud g'azvasida nima bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining ashablari bilan mashvara qildi. Uhudga chiqaylikmi? Ya'ni dushmanni qarshilashga chiqaylikmi yoki Madinaning ichida turib bularni kutib olaylikmi degan mashvara ketdi. Shu paytda ko'pchilik yoshlar kofirga yo'liqishni xohlayotganlar bo'lib ham Badrda g'alabaga uchragan. To'g'rimi? Hali uni nimasi ketmagan, nima deydi, ta'siri ketmagan. Uni hali bir mazasi ketmagan bir paytda yoshlar aytayaptiki, biz chiqaylik, o'sha tashqarini o'zida kofirlar bilan yo'liqaylik degan mashvarani beryapti. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bo'ladigan bo'lsa, "Ya Rasululloh, Madinada qolaylik, ularning oldiga chiqmaylik. Allohga qasamki, biz qachon dushmanga chiqqan bo'lsak, biz kalta yeganmiz. Qachon ular bizga kirib kelgan bo'lsa, doim bizdan kalta yegan. Ya Rasululloh, agar qo'yaylik, ularni qo'yaylik. Agar o'sha yerda tursa, turaveradi yomonlikda. Agar kirib keladigan bo'lsa, nima deydi? Yomon kirib kelishlikda kirib keladi. Yosh bolalarimiz, biz erkaklar ularni yo'llarda, so'qoq deydimi? So'qmoqlarda ularga nima qiladigan bo'lsak, duch keladigan, ro'para keladigan bo'lsak, xotin bola chaqalar bo'lsa, tepadan ularni toshbo'ron qiladi. Shunga qo'ying ya Rasululloh dedi. Lekin Rasululloh ular qaytib agar kiradigan bo'lsa yomonlikda kiradi. Ya'ni agar qaytib ketadigan bo'lsa, noumid bo'lib qaytib ketadi. Ya'ni kirsa kaltaydi, kirmaydigan bo'lsa, noumid bo'lib qaytib ketadi dedi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarni shavqini ko'rib turib, yoshlar tarafidan nima deydi, hadib nima qilaverganiga nima deydi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ilhoq qilaverganini ko'rgandan keyin nima qildi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savutlarni kirdida, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni olib turib Madinaning tashqarisiga chiqishdi. Endi Madinani tashqariga chiqqandan keyin nima qildi? Abdulloh ibn Ubay ibn Salul aytdiki, shu yosh bolalarga itoat qilib meni gapimni olmaydimi? Meni gapimni olmasdan mana shu yosh bolalarning gapini oldi. Biz nimani ustida o'zimiz o'ldiramiz. Ya'ni bu bilan chiqib jangga, ya'ni o'ladiganimiz nima uchun o'ladi deb turib 3 dan birini nima qilib olib qaytib ketdi. Ya'ni u bilan qaytganlar hammasi shak shubhada bo'lgan, qalbida iymoni o'rnashmagan odamlar edi. Munofiqlar qaytib ketdi u bilan. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn Harom ular orqasidan kelib, ey qavm, qavminglarni yordamsiz tashab qo'ymanglar. Alloh taoloni sizlarga Alloh taoloni o'rtaga qo'yib eslatyapman. Va payg'ambarlar dushmanga yo'liqadigan paytda tashab qo'yasizlarmi degan paytda ular aytdiki, agar dedi biz jang bo'lishligini bilganimizda edi, sizlarni shunday tashab ketmagan bo'lardik. Lekin bu yerda jang bo'ladi deb o'ylamayapsiz biz dedi. Lekin Abdulloh ibn
Abdulloh ibn Amr ibn Harom unga ko'p harakat qilgandan keyin ham ularni qaytmasligini ko'rgandan keyin abadakumulloh, a'daulloh aytdi, Allohning dushmanlari, Alloh uzoq qilsin senlarni. Alloh taolo payg'ambarini senlardan behojat qiladi o'zi. Endi oldingi holatni qaraydigan bo'lsak, Bani Qaynuqo masalasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni rioya qildi. To'g'rimi? Chunki u musulmonlarning safida turgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni rioya qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shoyat buni atrofidagilarga ta'sir qilarmikin yoki o'zini ham islomi bir chiroyli bo'larmikin deb turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanchalik uni rioya qilishligiga qaramasdan turib, lekin uni mavqifi hech qanday o'zgargani yo'q. Uni nimasi tug'yoni oshsa oshdi, uni beodobligi, behurmatligi oshsa oshdiki, hech qachon yaxshi tarafga yurmadi. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga qarshi u yolg'iz bo'lgan, sirli bo'lgan holatda u insonlarni qo'zg'ardi. Insonlarning qalbini ularga yomonlashtirishni boshladi. Musulmonlarni g'iybat qilgan, musulmonlarni nima deydi, kamchiligini aytgan, musulmonlarni xullas nima bo'lsa o'sha o'zini atrofidagi odamlarni musulmonlarga qayrardi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qayrardi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni gapini olmasligi va yoshlarning gapini olib chiqishligi bu nima qildi? Bu uni yanada g'azabini qo'zg'adi. Endi bundan tashqari buni o'zi emas, yana bir to'da odamlar uzoqdan musulmonlarni qo'shinidan tashqarida yana bir to'da odamlar ko'rinib qoldi. Shunda ular chiroyli qurollangan odamlar edi. Bu nima deyishdi? Aytuvdi, Yahudlarning katibasi. Yahudlarning katibasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni ittifoqdoshlari. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'zi hali qaytib ketishlikdan oldin bo'layotgan narsa. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, musulmon bo'lishganmi dedi. Ya Rasululloh, yo'q, ular musulmon bo'lmagan. Unda aytib qo'yinglar dedi. Biz dedi kofirlardan, mushriklarga qarshi yordam olmaymiz. Qaytib ketaversin dedi. Endi bu nima bo'ldi? Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni Madinada qolishlikda mashvarasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilmadi. Endi uni ittifoqdoshlari bor edi, yahudlardan bo'lgan. Ular kelyapti, ular jangchi, haqiqatda yaxshi qurollangan. Ular kelyapti, musulmonlarning safiga qo'shilmoqchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni ham qaytarib yubordi. Endi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul endi to'g'ri uni agarchi Madinada gapini olmagan bo'lsa-da, yana Abdulloh ibn Ubay ibn Salulda yana bitta umid borki, xodim meni ittifoqdoshlarim kelib nima qiladigan bo'lsa, qo'shiladigan bo'lsa, biz g'alaba qiladigan bo'lsak, biz mana shu qo'shinni g'alaba qilgan, ya'ni g'oziylarni bitta nima deydi, asosiy qismlarini tashkil qilamizda, endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyingi ikkinchi o'ringa chiqishlik kerak u. Nimaga? Chunki uni atrofidagilar va uni ittifoqdoshlari sababli nima g'alaba vujudga kelyapti. Vujudga kelyapti. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Uni gapini olmadi. Uni ittifoqdoshlarini qabul qilmadi. Endi aytayaptiki, nimaga biz nimani ustida o'lishligimiz kerak? Nimaga endi biz bu bilan borishligimiz kerak deb turib nima qilyapti? Demak, bizni g'alaba qilishlikda bizni gapimizni olmadimi? Demak, biz mag'lub bo'lishlikda nima qilamiz? O'zimizni hissamizni qo'shamiz deyapti. Demak, g'alaba qilishlikda bizni qo'shmayapsanmi? Demak, biz shunday qilamiz, sen mag'lub bo'lishligingga biz nima qilamiz? Qo'yib beramiz degan nimada bo'lyapti. O'zimizni ham ko'ramiz, to'g'rimi? Ba'zi odamlarni fikrini olmay qo'yadigan bo'lsangiz, ba'zi odamlarni o'sha yutuq narsada qo'shmay qo'yadigan bo'lsangiz, demak, sizni bilan yutuqda sherik bo'lmadimi? Sizni mag'lubiyatingizda, sizni muvaffaqiyatsizlikka uchrashishligingizda nima qilishlikka harakat qiladi? O'zini hissasini qo'shishlikka harakat qiladi. Endi mana bunday narsalarni ko'radigan bo'lsangiz, bu Ubay ibn Salulning nimasi bo'ladi? Izdoshidan boshqa narsa emas. Shuning uchun doim nima qilishlik kerak? Bunday narsalarda hushyor bo'lib, ehtiyot bo'lishlik kerak. Endi qaraydigan bo'lsangiz, Ubay ibn Salul nima deyapti? Aytayapti, meni deydi fikrimni olmasa, meni fikrimni bir fikr deb turib sanamaydigan bo'lsa, meni ittifoqdoshlarimni qabul qiladigan bo'lsa, nimani ustida, ey insonlar, biz nimani ustida o'lyapmiz? Dedi va buni qilgan ishi Bani Qaynuqoda qilgan ishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qilgan muomalasi juda qattiq surbetlik edi, lekin bundagini bu qilgan ishi oldida Bani Qaynuqo ishi nima qildi? Ko'rinmay ketadigan darajada, oxirgi darajada yomon muomala bilan muomala qildi. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, haqiqatda qaraydigan bo'lsak, hozir 3 dan birini olib ketdi deb turib aytayapmiz, lekin 3 dan birini olib chiqib ketdi, lekin qaysidir qismi munofiqlar yana qaytib ketdi. Yana nima musulmonlar qo'shinining ichida qolib ketdi. Endi bu qolib ketgan kishilar unga ergashmasdan qolib ketgani yo'q, balki Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni buyrug'i bilan shu yerda qoldiki, endi ular qolganini vazifani oxiriga yetkazishlik kerak edi.
qolganini tugatib qo'yishlik kerak edi. Bu nima edi? Musulmonlarni qo'rqitishlik, musulmonlarni jangdan orqaga tortishlik, musulmonlar ichida qo'rquv qilishlik, musulmonlarni nima panikaga solishlik bilan shug'ullanishlik. Alloh taolo demak buni qaraydigan bo'lsak, musulmonlarni 3dan 1 emas, balki hozir jangda orqaga tisarilayotganlari Uhud kunida jangga haqiqiy qatnashganlari qancha bo'lyapti? Yarmi bo'lyapti. Lekin yarim qismi nima qilyapti? Yarmi 3dan 1 chiqib ketgan bo'lsa, qolgan qismi musulmonlar ichida qolib, panika qilib, ichida fitna tarqatishlik bilan ovora bo'lyapti. Shuning uchun doim bilishligimiz kerakki, fitna ahli doim nima qilgan paytda bir qismi baribir nima bo'ladi? Baribir agarchi ajrab ketgan bo'lganda ham biz ichimizda bir qismi qolib turib, qolgan nima deydi, vazifani oxiriga yetkazishlik bilan ovora bo'ladi. Alloh taolo ular haqida aytadiki, "Va toifatun iz ahammatuhum anfusuhum." Ya'ni ularni bir toifani o'zlari nima qilib qo'yganda, ya'ni o'zlarini g'ami bilan o'zlari ovora bo'lib qolgandi. Ya'ni faqat o'zlarini o'ylab qolgandi, o'zini jonini o'ylab qolgandi deb turib Alloh taolo nima qiladi? Bayon qiladi bu narsalar. Endi qolgan kishilar nima qilyapti? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ldi degan xabar tarqatgan paytda nima bo'ldi? İnsanlar agar Muhammad o'ladigan bo'lsa, nimani ustida urushamiz? Qaytaylik degan narsalarni nima qilyapti? Yoyapti. Yoki endi Muhammad o'lgan bo'lsa, endi kofirlar biz ustidan g'alaba qilmayotgan bo'lsa, kelinglar borib turib Abu Sufyon bilan biz o'zimiz uchun bir nima omonlik olaylik degan narsalar bilan harakat qilishyapti. Endi Bani Qaynuqoda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga agarchi shunchalik xunuk bir muomala bo'lgan bo'lsa-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda oliy janoblarcha muomala qilib, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hamma qilgan ishlari oliy janob o'zi. Munofiqqa nisbatan ham chiroyli oliy janoblik bilan muomala qilib turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni yahudlarga bergandi. Endi bu lekin bundan keyin nima bo'lmadi? Mumkin ko'pgina musulmonlarga bularni ba'zilariga agarchi bilingan bo'lsa-da, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqligi, buni beodobligi, surbetligi, lekin nima ko'pgina musulmonlar hali atrofidagilar bu narsadan bexabar edi. Bundan xabardor emas edi. Endi Uhudda kelgandan keyin Uhudga chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam askar nimalari, sahobalar mag'lubiyatga uchradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari jarohatlanishlikkacha olib bordi. Endi bundan qaytib kelgandan keyin mumkin Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni oqlaydigan, uni yonida oladigan odamlar bo'lishligi mumkin edi sahobalar ichida. O'zini qavmini ichida buni yonini oladigan kishilar bo'lishligi mumkinmidi? Ha, mumkin edi. Lekin Alloh taolo bu yerda bu safar oldingi safar ayagan bo'lsa, bu safar ayamasdan turib bularning nifoqini ochiq ravishda nima qilishlikka boshladi? Bayon qilishlikka boshladi. Va ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi iznillah va li'alamal mu'minin va li'alamal ladina nafaqu va qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ikkita qo'shin jamlangan paytda sizlarga yetgan narsa Alloh taoloning izni bilan bo'ldi. Bundan maqsad mu'minlarni bilishlik edi va munofiqlarni ham bilishlik edi. Ya'ni munofiq bo'lgan kishilardi. Ularga munofiqlarga aytildiki, kelinglar, Alloh taoloning yo'lida jang qilinglar yoki nima himoya qilinglar deydigan bo'lsa, ular aytishdiki, agar jang bo'ladigan bo'lganda edi, biz sizlarga ergashgan bo'lardik. Sizlar bilan jangga chiqqan bo'lardik deyishdi. Ular bugungi kunda iymondan ko'ra kufrga yaqinroq. Ular o'zlarini ichida tillari bilan qalblarida bo'lmagan narsani gapiradi. Alloh taolo ular yashirib yotgan narsalarni biladi deb turib, Alloh taolo nima qildi? Ularni kufrga bugunda yaqinligini aytdi. Iymondan ko'ra bugun kufrga yaqinroq ekanliklarini Alloh taolo bayon qilib qo'ydi. So'ng Alloh taolo ikkala Madinaga ketib qolganlar bilan qavm ichida qolgan kishilar o'rtasidagi ikkalasini o'rtasini bog'lab turib aytayaptiki, allazina qalu li ikhwanihim wa qadu. Aytadi, o'zini do'stlariga, o'zlari o'tirib turib o'zini do'stlariga aytayotgan kishilar agar bizga itoat qilganda edi, ular o'ldirilmagan bo'lardi. Qul fadrau an anfusikumul maut. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarga o'lim kelganda o'zingizlardan to'sib qolinglarchi o'limni. In kuntum sodiqin. Agar sizlar sodiq bo'ladigan bo'lsanglar. Agar biz munofiqlarni jamlanishligi va munofiqlarni xatarini eng katta bo'lgan kuni Uhud kuni deydigan bo'lsak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Xuddi shu paytda o'zida munofiqlar bugungi kunda eng oxirgi darajada ko'zga ko'ringan va eng oxirgi darajada
musulmonlarga islomga zarba berishlikka harakat qilib eng qattiq jamlangan kuni bo'lishligiga qaramasdan turib, xuddi shu paytda o'zida Alloh taolo bularni sharmanda qilgan kun ham xuddi shu kun bo'ladi. Alloh taolo bularning har bittasini shaxsma-shaxs nima qildi? Payg'ambariga bildirib qo'ydi. Va Alloh taolo bularni bugunda musulmonlik islomdan ko'ra kufrga yaqinligini Alloh taolo ochiq bayon qildi. Endi xuddi shunday musulmonlar endi bularga ehtiyot bilan qarashlikka boshladi. Bulardan o'zlarini hazar qilishlik bilan bularga qarashlikka boshladi. Endi bittasiga o'zida munofiq deyiladigan bo'lsa, o'zini akasi bo'lsin, ukasi bo'lsin yoki otasi bo'lsin, bolasi bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar ularga o'zlarining sirrini oshkor qilmaydigan bo'ldi. Ular bilan ehtiyot qilib muomala qiladigan bo'ldi. Ulardan aytganimizdek jirkanadigan, ulardan hazar qiladigan bir holatga aylandi. Bir paytda o'zida eng kuchli holati, bir paytda o'zida Alloh taolo sharmanda qilgan holati. Bilasizlar, hamma narsa uchiga yetgandan keyin nima qilishlik kerak? Orqaga qaytishlik kerak. Endi mana bu ularni sharmanda qilingandan keyin nima qildi? Ular endi bular o'zlarini musulmonlarga yaqin olishlikka harakat kelish kerak edi. Ularning ikkida haqiqatda kufrida eng nimalari bor edi, o'zini munofiqligida o'ta ketgan munofiqlari bor edi. Xuddi shu paytda ichida bular aldanganlari bor edi. Endi aldanganlari bu holatni ko'rgandan keyin haqiqatda islomni yaxshilanib, islom safiga o'tadiganlari bo'ldi. Xuddi shu paytda o'zida bu holatni ko'rgandan keyin musulmonlarga yaqin yurishlikka, o'zlarini qilayotgan ishlarini oqlashlikka va o'zlarini nima deydi, bir yaxshi ko'rsatishlikka harakat qilib qoladigan nima insonlar ikkitaga aylanib qoldi. Bittasi unday bo'ldi, ya'ni bittasi bunday bo'ldi. Chunki xossatan aytilgan Alloh taolo oyat nozil qilib turib, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar jahannamning eng tubida bo'ladi degan oyatlar, qo'rqinchli va'idlar bo'lgandan keyin nima qildi? Islomni yaxshi bo'lib ketgan, musulmonlar safiga o'tib ketganlari ham bular ichida ko'p. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan muomalalarni ko'radigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan nima qilmadi? To'g'ridan to'g'ri ro'para kelgani yo'q. Hech qachon ular bilan ro'para keladigan bo'lsangiz, chunki ba'zi odamlar unga aldangan kishilarni ham o'zingizga nima qilasiz? O'zingizga qarshi qilib olasiz. Ba'zi aldangan kishilar bu yerda nima qiladi? Ziyon ko'rishligi mumkin. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan to'g'ridan to'g'ri nima qilgani yo'q, lekin Qur'on oyatlari ularni nima qilayotgan ishlariga, ularni nima deydi, o'zaro o'tirganda, o'zaro yolg'iz qolganlarida bir-biri bilan aytadigan gaplarini yoki zohirda qanday ish tutishlarini hammasini ishora qilib turib musulmonlarga ularni nima qilib qo'yardi, bildirib turardi. Endi keyingisi ularni Bani Nazir voqeasida ularni musulmonlarga qarshi turishligi. Bani Nazir bilan yahudlar bilan musulmonlarga qarshi ittifoq tuzishligi. Bani Nazirni nimasini bilasizlar, to'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ustiga tosh tashlamoqchi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suiqasd uyushtirishlikka harakat qilishadi. Ya'ni nimalar yahudlar tomonidan suiqasd uyushtirishlikka harakat qilgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qiladi? Hozir deb turib shunday nima o'tirgan joyidan turib ketib yuboradi-da, shu bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin boshlab keladi ularga. Ularni nima qilinadi? Muhosara qilinadi. Endi o'sha paytda nima qilyapti? Kofirlar endi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni mavqifini ko'radigan bo'lsak, Bani Qaynuqo masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ochiqlarcha nima qildi? Surbetlik qildi. Yomon xunuk muomalalarda bo'ldi. Endi Uhudni ko'radigan bo'lsak, undan battar qildi. Lekin Uhuddan keyin Alloh taolo bularni ichlarida yashirinib yotgan, qalblarida yashirib yotgan nifoqligini, bularni haqiqatini ochib tashlagandan keyin bular nima qilishlikka boshladi? Bular endi ovozini o'chirib musulmonlarga yaqinlashishlikka boshladi. Endi Bani Nazir masalasi kelib qolishlik bilan munofiqlar doim shunday. Nima qiladi? Fursatni kutib yotadi. Qachon o'zlari uchun fursat keldi deb turib bilgan paytda ular sirazi bosh ko'taradi. Endi Bani Qaynuqoda ochiq qilgan bo'lsa, nimada ochiq qilgan bo'lsa, Uhudda endi bugungi kunda ular bundan ko'ra ojizroq. Ya'ni bu narsani qila olmaydi. Lekin bir paytda o'zida bular bu fursatni qo'ldan boy berib qo'yishligi mumkinmi? Yo'q, qo'ldan boy berib qo'yishligi mumkin emas. Balki bular Bani Nazirga odam jo'natib aytayaptiki, sizlar deyapti, sobit turinglar. Sizlar bularga qarshi jang qilinglar. Agar sizlarga qarshi jang qiladigan bo'lsa, sizlar bilan biz turamiz. Biz ham sizlar bilan birga turamiz. 1000 kishi sizlar bilan turamiz. Agar sizlarni yerlaringizdan chiqarib yuboradigan bo'lsa, biz ham sizlar bilan nima qilamiz? O'sha chiqib ketamiz. Ya'ni ikkalamizni oqibatimiz bitta. Sizlar sustlashlik qilmanglar, biz sizlar bilan bormiz deb turib nima qilyapti? Ularga odam jo'natyapti. Lekin Alloh taolo bularni bu qilgan ishlarini nima qildi?
oshkor qildi. Alloh taolo yahudlarni nima qilgandan keyin yahudlarni muhosara payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudlarni muhosara qilgandan keyin Alloh taolo ularni qalbiga qo'rquv soldi. Ular qalbiga qo'rquv solib turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga odam jo'natib turib, u bilan nima qilishlikka, Bani Qaynuqo qanday chiqib ketgan bo'lsa, ular qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunday chiqishlikka nima qildi? Rozi bo'lishligini aytdi. Lekin bularniki qanday edi? Hozir inshaalloh o'zini o'rnida keladi. Nima qiladi? Bularniki Bani Qaynuqo'dan ko'ra kattaroq edi. Xiyonatlari kattaroq edi. Chunki bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nima o'ldirishlikka, suiqasd qilishlikka harakat qildimi? Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bani Qaynuqo'ga shunday nima deydi? Qurollarini o'zini tashabgina chiqib ketishlikka rozi bo'lgandi. To'g'rimi? Qurollarini tashab, qolgan ko'targan, oti ko'targan, ulovi ko'targan narsa bilan chiqib ketishlikka ijozat bergan. Endi Bani Nazir kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unday ijozat bermadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi aytayaptiki, faqat ustidagi bir qat kiyimi bilangina chiqib ketadi. Lekin nima qurol yaroq hammasini nima qiladi? Tashab ketadi. Endi munofiqlar bu paytda ularni Alloh taolo qalbiga qo'rquv solib, bular qo'rqib qolgandan keyin munofiqlar ular bilan turdimi? Yo'q, ular bilan turgani yo'q. Balki Alloh taolo ularni aytadiki, ularga o'zini oqibatini, ularning oqibatiga, o'zini kelajagini, ularning kelajagiga bog'laganligini Alloh taolo aytib turib, agar sizlarga qarshi urushadigan bo'lsa, biz urushamiz sizlar bilan. Sizlarni chiqaradigan bo'lsa, sizlar bilan chiqamiz degan kishilarni nima bu ishida jang qilsa jang qilmasligini, chiqariladigan bo'lsa ular bilan chiqmasligini Alloh taolo nima qildi? Bayon qilib qo'ydi. Bayon qilib qo'ydi va shu bilan Alloh taolo va'dasini amalga oshirdi. Nima xor bo'lib turib, nima qaytib o'zini yeridan Bani Nazir chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Shu bilan Bani Nazirga ham yakun yasaldi. Lekin munofiqlar endi bundan keyin nima bo'ldi? Munofiqlarni yanada Alloh taolo qilyapgan, yashirinda qilyapgan, ichlarida yashirinib yotgan hamma sirlarini insonlarga, musulmonlarga oshkor qilib tashadi.